Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kırgıç kandaşlar. Tüzü düşke tiyişlik namlıq programımızın ki yeni sahne arkalık sizlerle bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın Ecizim Hümene Şarkı Türkistan Ölümeler Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam. Damallam programımıza hoş geldi. Ben Riyasetçi Abdülahat Ucat. Hürmetli kandaşlar, bugünkü programımızda bizninki halkımızınki bir kısım kişilerde tepelediğin Irak nükleerleşlik yoki kaltipemlik hakkında doktorluk ötümüz qatiqinib ko'rishinglarni umid qilamiz. Hurmatli domlalar, hamda bu Irak nükleerleşlik deganninki lug'at ma'nosi qanday bo'ladi, buni ulamolar qanday sharhlagan, istilohiy atalg'ulari qanday bo'ldi, bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu Irak'ni kürenmeslik yoki kaltipem degan söz bizning Uyg'ur tilimizda ko'pincha oldirong'u bir ishlarning oqibatini o'ylamasdan ish qiladigan ya bir gapni qiladigan mushundaq odamlarga qaratiladi odatda. Asli bu arab tilida ufuq degan so'z umumiy tarafni ko'rsatadigan bir so'z. Qur'oni Karimda sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim deb müşahede Allah subhanahu wa ta'ala biz o insanlığa bar ve birliğimizden ibaret bu hakikatini uqtirdigan delil paketlerini her taraflarda bula köstümez, uqtirmez deb bu sözünü işletken. Bu yerde biz toxtalmoqchi bo'lganimiz nima desa, bu Irak'ni kürenmeslik deganlik her qanday ishqa Xo'sh. Nayeti kaltipen bilen bir işini oylaş. Elaqe futunun aldığını kördüğün adamken mağı dep mi koyumuz mesela? Futunun yani özünün Yoki bunun uçunu kördüğün yoki aldığını kördüğün adamken mağı deymiz. Yani özü iş qilgan da olsun, meyli gap qilgan da olsun, meyli aile de olsun, siyaset de olsun, ticaret de olsun. Yani bir işinin akıbetini oylamay, bunun neticesinin ki nim buluş hakkında fikir yürgüzmey, derhallam bir pervalık bilen işlağa yüzlündüğün, andın keyin işini qilib bo'lgandan keyin tabii salbi natija chiqib qolsa, buningdan ko'ngli bearam bo'ldigan mushundaq odamlarninki sharkitini nima deb ataymiz desa, kaltipam odamkan mavu yoki Iroqni ko'rolmaydigan odamkan deb ataymiz. Buni dinimizda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bo'lsin, payg'ambarimiz bo'lsin, yuqorqi oyatdimi o'zini bilish uchun, ya'ni o'zining bir borlig'ini bilish uchunmi odatda butun har taraflarda Allohning borlig'i, birligi dalil ko'rsatganligi. Ya'ni Iroqni ifodalashni alohida bayon qilgan. Boshqa nurg'un oyatlarda masalan afalam yanzuru degan so'zni jiq ishlatgan. Wa fi anfusikum afala tubsirun mesela, yani sizler üzerinize qarab bakmamızlar, üzerinin yaratılışı qarab mı Allah subhanahu wa ta'ala'nın ne kadar kudretli ekanligini sizler bilmemizler, görmemizler deb muş qiziqtirishdi bo'lsin. Yoki afalam yanzuru ilal ibil degan, afala yanzuruna ilal ibil tugunun yaratılışını sizler qaramamizlar deb muş oyatda bo'lsin. Yana bir oyatda afalam yanzuru Asman zaman qartish haqqida oyatlar var ve onundan başqa evelam yanzuru fi malakutis semawati vel ard. Yani bir ayet afelem yasiru fil ardı fetekuna lehum kulubun ya'qiluna biha ev azanun yesma'una biha fe innaha la ta'mal absaru velakin ta'mal kulubul lati fis sudur. Muş ayettumu yani ziminde alahida küzdiş, bülüpeqish maqsadira bunun hakikatini bilish uchun tadqiq qilishning ne kadar zürürligi
bunun qarashning ne kadar zürürligi hakkında alaydı çoğu muş ayetinde bir buyruk kılış, kızıktırış ba. Muş zımında aşında tatbik kılgan insanlığınki, ilmininki, tecrübesinin aşırıgallığı. Yani buldun hemmisinin biz elişik digişlik hikmet. Nime o desen, yani insan her kanda kışını kıyga vakitte çokum alaydı temkinlik ölen. İşinin akıbetini oylayan asasta iş kılışının zürürligini muş ayetlerden eliş mümkün. Allah razı olsun. Endi bizningki Uyghur milletiga qaraydigan bo'lsak, masalan, biz ulamolar birligiga kelgan ba'zi isloh qilishga tegishli masalalar keldi. Shularni tijoratga aloqador, oilalarga aloqador nurg'un ishlar bor masalan. Shulardan biz bizning xalqniki bir ishni shu yuqorida o'tgandek shu bak addilam o'ylab qiladiganligini. Masalan, hatta bizningki ba'zi qarindoshlar mush yaqinda Yevropaga ketirgan ishlar bo'ldi. Bir necha ayol miyada qolib qolgan ayollar kelib endi. Ya yo'dishim bir menga baqay deb o'tib ketib qoldi. Hemen 5 bilan qoldim, 6 bilan qoldim. Endi qachon yana jam bo'laraymiz, uni qolmayman degan ahvollarni, yani hatta xotin bolalarga bir xudo muomalat bilan modam qoldim demay ketgan ahvollarini ko'rdik endi. Bu mu bir misol bo'lishi mumkin. Ba'zi cho'ng-cho'ng ishlarni, tijoratlarni qilish, qarorlarni olishda mashda bir ishni oldi, keyinini atrofliq o'ynamay, bir nima qilmay turib ish qilgan ahvollar bizda chiqqandi. Mushundaq ahvollarninki kelib chiqishdagi asosliq sabablar qaysi endi bu haqda sizlar bir qisqacha tushuntirib berasizlar? Birinci bir insanninki aşındaq aldıraplan bir işini qilishi, işinin akıbetini oylamaslığı mümkün şu insanın üst yetilişige münasebetlik buluşu mümkün. Yani kişigeden ailede bir ailede çoğun olan bu aileninki o balninki ilmi iktidarını aşırış bilen yoki o'qitish bilan yoki ma'lum tajriba bilan o'rgatish bilan kar olmagan. Yani ata-onasi o'zining ishi bilan u balani o'ynab hech qanday bir ilmiy tarafdan yoki tajriba hayotda bundaq bir narsa o'rganmay, shunda ham cho'ng bo'lib qolgan, beshidan bir ish o'tmagan. Ish o'tmay bundaq cho'ng bo'lib qolgan inson tabiiy holda cho desa, keyin shundaq cho'ng bo'lgan vaqtda ba'zi qiliqlari qarsa, kichikvaradak shuna ish qilib qolgan ahvollar bor. Bu birinchi sabab. İkinci sebep bir insan mesela adette özünün bütün ağinleri bir neçe adam bilen yakın ağina bu insanınki fikri yönünüşü okşaş. Yani hem müstahşına bir az aldırangılık var ya ki bir işin temkinlik bilen kıldığan bir sübet yok. Aldıraplan bir iş kıldığan ya aldıraplan bir gepni kıldığan ya bir işini kıldığan adamla bilen hem sohbet bulup ösüşüyor ise tabii halda micaz insanların bisi jukudu. Xuddi ba'zi juqumliq kasallar juqib qolgandek, insonning mijozi, axloqi mucho desa, kim bilan aralashsa, shu aralashgan odamningki axloqi bu o'zining yaqiniga, do'stliq uchun juqib qolgan ish bor. Buningdimi masalan payg'ambarimizning hadislarida masalan sizlar do'stlikni qaranglar. Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu. Kim bilan do'stlab, kim bilan aralashib yashaydi, buning qarab yani bu adamdan bir dünya ya ki ahiretlik bir payda yitirgan adam mı ya ki ziya yitirgan adam mı her qanday tarafından da. Bunun qarab dostlaşsın degan. Başqa nurg'un hadislarda bu yaxshi do'stning ta'sirining qanday bo'lganligi, yomon do'stning ta'sirining qanday bo'lganligi haqida mı hadislar bor. Shuning uchun inson odatda shunday aldirang'u, beparvo yoki bir ishning oqibatini o'ylamay ish qildigan, shunday odam bilan do'stlashib, buni bilan aralashsa bu mucho şu insanın aşındak Irak'ını körenmezlikke sebepçi olduğun işlerinin biri. Üçüncüsü bir insan cemiyetin hem narazı, hem de narazı, şahslardan narazı, teşkilatın narazı, hünermendin narazı. Şuna olan öz yalğız yaşaydı. Okuşta yalğız yaşayı mümkün, ticarette, işleşte bir kişi bile arlaşmayı yaşaydı. Bu arlaşmayan adam mümkün, ma'lum taraflardan paydalışı mümkün. İbadet paydalışı mümkün, ya ki ma'lum ilmi taraftan paydalışı mümkün. Lekin bu adam çoğun bir ziyan tatırı. O bozumu nimo dese,
tecrübesiz kalıdı. Yani başkalardan elişik digişlik, ügünüşük digişlik hayatta ya ki öğüt tutuşta olsun, ticarette olsun, siyasette olsun, içtimai muhitte olsun, ma'lum başkalardan aldığan tecrübe savaklardan bu adam mahrum kalıdı. Şunun bilen bu adam çok işkiysa, aşındak bir pervalık bilen işkılıdığın bu kalıdı. Şunun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-mu'minu allazî يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Yani bir insan, bir mümin kişiler bilen aralışıp birge yaşaydıgan, şu yaşaş jarayonida başkalardan yetip kalgan azar musibetlerge, ançumich hapılıklarga sabır kılıp yaşayalaydıgan adam, başkalar bilen aralashmay yalğız yaşagan adamdan bu afzal degan. Şunun için hayatta çokum insan çoğu dese yalğız yaşamaslık lazım. Yalğız yaşaşның üze muşundaq bir işning aqıbetini oylamay qilishqa sebepçi olur. Dördüncü bir sebep nima o dese, muhim sebeplerinin biri adette insanninki özünün düşmanını bulab bizge nisbeten düşmanның vaziyetini bilmeslik. Yani düşmanның kılıvatkan işlerini joyida oylamaslik. Ularninki işleştiki, hizmettiki uslubunu bilmeslik, mana bu nime gelip bardı dese, aşınaq aldırap bir işlerini kılış gelip bardı. Bugünkü günde, hususen biz mesela Şarkı Türkistan Müslümanları düşmanımızı bek yaxşı tanışımız lazım. Yani bu düşmanını yaxşı tanımaslıqның özü. Düşman tabi halde bugün özününki iqtisadi gücü, siyasi gücü, harbiy gücü. Şunun bilen birge mal güçlerge qo'shab dese, nurgun aldamçılık, hilmikir, suikastlar bilen iş kılıvatır. Bizge qarta ço, muşundaq her xil ameli güçlerini işiltivatır. Şunun bilen birge qo'shab dese, adette aldamçılık, yani bütün dünyanı aldaş, bizden halkımızdan aldaş, nurgun hilmikir siyasetlerini işiltivatır. Şunun için düşmanını bilip muamele kılış. Yani Xitoyga qarshi bir harakat qilmoqchi bo'lsak, yoki ish qilmoqchi bo'lsakmi, yani bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyga qarshi uni atrofli o'ylab, uning nima ish qilayotganligini yaxshi bilish lozim. Aniq bizda bir gap bor, vatandoshlar o'ylaydi hamda. Bu Xitoy deganda pul desak uchib ketadi deb manda tasavvur qildik. Umuman balki bizning iymonimizni Alloh subhanahu va taolo kuchli saqlash uchun şu vaziyette aşındaq bir vicdani imani güçünü ata qilgan bo'lishi mumkin. Çatalga chiqdi, hozir Xitoyninki nima ekanligini bilib atamiz. Bunda bo'lgandan keyin bu Xitoydan iborat bu zolimdan qutulishdi desa, buning ilmikirlarini, suiqasdlarini, buning har tarafdagi dunyoda ishiltayotgan siyosiy uslublarini bilishimiz lozim buning qarshi turish uchun. Bilmasak desa, buning qarshi turolmaydigan ahvol yuz berdi. Yana bilmegen vaqtda şu aldırangılık, bepervalık bilen işinin akıbetini bilmey iş elip bardıgan ahval şu kelip çıkıyor. Şunu biliş lazım. Yani muhim nima üçün insan aşında aldırangılık kalıdı o, ya ki özünün aldığını kürdü o dese, bir insanın özünün ait çoğun tutuşu hem de. Özünü çoğun tutkandan keyin başka adamdan bir tecrübe, ilim, ügünüşten kaçırdı bu adam. Yani başka adamdan bir nas ügünüşten üze, ya bir şeyde okuştan üze, yaxşıya bir leksiyan anlaştan üze, bu adamın kıymetini çürütür o özünün düşüncesi boyunca. Özünün düşüncesi boyunca bu hemmeden obdan bildiğin, mesela hemmeden bek alem, hemmeden bek ziyali, hemmeden bek ticaretten pul tapalaydıgan, yani hemme işte menmençilik var. Menmençilik var adam çoğu dese, tabi halde bir işinin akıbetini çok oylap ketmeydi, başkalarının tecrübe savakımı igelmeydi, ügenmeydi. Şuna olan aynı bir pervalık olan iş kıldığın iş var. Yani bir muhim sebeplerinin biri dese, bu aldırangılık olan kıygan işinki akıbetinin nem bulduğallığını oylamaslık. Bu bizim vatanımızda jık yüzbegen. Yani nurgun mesela şunda kuşluk teşkilatlar kuruldu deyler, Xitoyga qarshi turadigan. Bu teşkilatların içindeki bir iki adamdan ya üç adamninki aşında işinin akıbetinin nem bo'lishini oylamay, özünün aldınlam körüp mandaqça aytganda, yiraqni körepmey, net yıl maxfi qo'ygan teşkilatni mesela kichikkina bir ahamiyatsiz bir ishni qilib qo'yaplam, shuni bilan o teşkilat paşolab nurgun adam hech qandaq ish qilmasdan, amaliy Xitoyga bir zarb bermasdan cho Xitoyning turmunlari kirib ketgan, qo'li uchib ketgan mandaq ishlab cho vatanimizda yuz berdi. Bu nima o desa, bunun qanda ma ishni qilsam, ma teşkilat qarta, qandaq bir ziyon kelar.
Ben düşmanga qanchalik zarb bermayman mesela. Deb bu tarafini o'ylamay, xususan tashkillik ish qilgan odamlar buni o'ylash lozim. Yalnız ish qilgan odam tamam, u zolim qarshi turishdan nima ish qilsa qilish haqli. Bunu o'ylash lozim tabiiy holda, bu ishning oqibati, natijasi qanday bo'ladi bu xalqqa, bu ummatga. Bunu o'ylash lozim. Lekin xususan tashkillik ish qildigan bo'lsa desa, texmo bunun neticesinin nima bo'lishini o'ylash lozim. Bu odam masalan nurg'un oilalarda kishilar o'ylamaylar xotinni talaq qildi. Buning oqibatida necha bolaning yetim bo'lganligi, bu bolalarning nurg'un xafalık qilishini o'ylamaydi. Ticaretda yo'q bir ishda xafalashib sheriklar bo'ynab ketadi. Shuning bilan nurg'un iqtisodiy tarafdan nurg'un ziyonlarni tortadi. Siyosiy faoliyat, siyosiy harakat ya tashkilotchilikda nurg'un o'ylamay bir og'iz ikki og'iz gapni qilib qaradi, ya ma'lum bir pozitsiya maydonni bildirib qaradi. Şuna bilen teşkilatlar arasında ziddiyet düşüyotgan ya xalq bilen teşkilat arasında ziddiyet düşüyotgan muşundaq ahvallar çoğu hemimiz nereden kelip çıkıdı dese insan özünün qilgan işi ya qilgan gepininki ahirki neticesininki qandaq bo'lishini o'ylamay, tasavvur qilmay, beparvolik bilan shundaq ish yoki gap so'zni qilishdan oilada buzilish kelib chiqadi, tijoratchilarda sherikchilikning buzilishi kelib chiqadi, tashkilotlar aro munosabatning buzilishi, yomonlashish kelib chiqadi. Hemmimiz nima desa ya bir og'iz gap ya ikki og'iz yomon gap masalan bu nurg'un oqibat, yomon oqibat kelib chiqadi. Bugungi kunda masalan dunyodagi bu xalqaralashgan tashkilotlar yoki shirkatlar desak, hammasi bir odamning emas shirkatlar. Kuchli shirkatlar cho'qim bir necha iqtisod egasininki birlashishi, shularning hamkorlashishi bilan dunyoni so'rayotdi, dunyo iqtisodining ko'p qismini shularning qo'lida. Nima uchun desa, bir necha odam ma'lum bir sohada hamkorlashib ish qila olg'achqa shunday buyuk natijalarga erishadi. Undaq qilmagan vaqt shu desa, ishning oqibatini o'ylamay ish qilsa, shu turmushim buzildi, siyosat buzildi, oila buzildi, sherikchilik buzildi, bolalar yetim bo'ldi. Yana nurg'un xafaliklar kelib chiqadi. Buni oxirdan yana bir sababni qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni biz musulmonlarniki, xususan Uyg'urlarniki, bu islom dinininki masalan bizningki butun hayotimizga nima qildigan, aloqalik qildigan yoki butun hayotimizni o'z ichiga olgan, hozirdan tortib qiyomatgacha bir intizomchan bir din. Yani biz musulmonlarni intizomlikqa, planga, hamma ishni atrofli o'ylab, astoydil qilishga bir undaydigan bir din ekanligini tushunmaslik ham bizning shu bir ish qilgan vaqtida plansiz o'zimizning shaxsiy ishlardan tortib kollektivga aloqador ishlarni her daim plansiz qilishninki sebebi desek bulanda. Elbette buludu. Mesela en tipik bir misal mesela burunqi o'tganlarning tarixidan foydalanmaslik. Meyli İslam tarixidan, Peygamberimizin hayotidan bo'lsin, meyli bizning vatanimizdagi siyosiy kurashda nurg'un davlat qurgan yoki zolim qarshi turishda harakat qilgan nurg'un qo'mondonlarimiz o'tgan. Bular hayotida nima ishlarni qildi, bular qaysi tarafdan ketkizib qo'yib Xitoyning qildig'iga tushdi mesela. Bularni bilmaslikmi intayin yomon bir oqibat. Bizning shu 20 asrninki masalan 5 yildan tortib 49gacha bo'lgan araliqdagi ahvollarga qarasak, nurg'un o'xshash tushgan dushmanning qiltig'iga keyindan yana o'xshash tushgan ahvollar shunday chiqadi. Bularning hammasi nima desa, shularningki hayotdan, tajribalaridan foydalanmaslik. Shu Qur'oni Karimda mush payg'ambarlar haqida, ummatlar haqida laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ularningki qissalarda, ularning hayotida cho'qim aql egallari uchun nurg'un ibratlar, nurg'un saboqlar bor edi deb tasvirlaydi. Shuning uchun ilgirkilarningki hayotidan o'rganishimiz va shunday dinimiz iza amila ahadukum amalan falyutqinhu deydi payg'ambarimiz. Masalan, sizning biringlar bir ish qilsa, cho'qim bu ishni puxta qilsin deydi. Sizlar masalan o'zingizning hojatlaringizni yo'shirish bilan ado qilinglar deydi. Yana bir hadisda. Ya'ni nurg'un xususan dushman bilan qiladigan kurashda nurg'un ishni yo'shirish bilan qilish lozim. Ya'ni maxfiy qilish lozim. Lekin bizning hozir WhatsApp'da, Facebook'da nurg'un askarlarimiz va nurg'un yetmoqchi bo'lgan maqsadga maxfiy holda yetinglar uchun. Bu asli ishning yo'li emas u.
qilmoqchi bo'lishni demak qilib bo'lganligini ko'rsatish. O hiç qilmay turib Facebook'ta, WhatsApp'ta mesela nurg'un eg'iz bilan nurg'un gapilni qilamiz, nurg'un faqat düşmanga bu adamning ishida manda ish qilamiz deydigan adamni bag'ishlaydi degan bir ma'lumotni beramiz u orqali. Xitoy uning qarta. Yoki bo'lmasa mumkin ba'zida Xitoyning taraflari ashunda vahmiy nimalarni yozib, masalan chiqarishi mumkin. Anda onunğa nurg'adan ovoz qilib biznes yozdi shuni bilan manda adamlar ya palaniyadik adamlar manda adamkan deb ma'lumot berishdan boshqa ish yarmaydi bu Facebook'dagi ishlar. Xususan shunda dushman qarshi turishdagi manda amaliy qadam bassaq bo'ldi deb askar to'playdigan Facebook turib masalan yoki WhatsApp'da to'p qurib kurash qildigan bu ishlar ko'pincha holatda cho'disa dushmanga ma'lumot berishga yaraydi hamda. Uningdan boshqa ishga chiq yarab ketmaydi. Bunda ish qildigan odam cho'disa uni Facebook'da, WhatsApp'da qilmaydi. Shuning uchun biz har qanday ishda chuqum ma ishninki natijasi bormi yoki ziyni bormi? Ma gapninki natija foydasi bormi, ziyni bormi deb buni o'ylab bo'lib qilish kerak. Eng muhim shundaq insonning oldini yiroqni ko'rmaslikka eng sabab bo'lgan yana bir omil nima desa, insondagi Alloh bilan bo'lgan aloqaning ojizlab ketishi. Bu eng xatarlik ahvollarning biri. Nimishqa desa Alloh bilan bo'lgan aloqa ojizlashib, qalb har xil gunoh ma'siyat bilan, xususan kichik gunohlarga beparvolik bilan qarab, qalb shunday gunoh bilan to'shab ketib qolsa, bu chaqda bunday qalb hikmatdan mahrum qoladi. Hikmatdan mahrum qilish deganlikning o'zi desa, to'g'ri ishdan, to'g'ri so'zdan mahrum qilish deganlik ham. Shuni Alloh Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqana. Ey mu'minlar, sizlar Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga to'g'ri bilan xatoni ayriya oladigan, haq bilan botilni ayriya oladigan hujjat paketni sizlarga ato qiladi, sizlarga beradi degan. Shuning uchun chuqum xususan dushmanga qarshi turdim, zolim bilan kurash qildim deydigan mu'minlar, musulmonlar chuqum Alloh bilan bo'lgan munosabatni yaxshi saqlashga, canlıq saqlashga har doim tirishchanlik qilib turish kerak. Allah razı olsun. Endi ustoz şu xildagi kishilarda tepildigan sifat yoki alomatlar qaysi? Yuqorida bahslab o'tgan bo'ldik. Bu shundaq bir ishning oqibatini o'ylamay beparvolik bilan, shundaq kam aqllik bilan ish qiladigan odamlardagi eng birinchi tepildigan illat nima desa, har doim bearamlik. Cemiyettin, yüz yaşavatkan ailede olsa aileden, hotnudun, hotun olsa iyiriden, teşkilattan, cemiyetten, halktan, hem adamdan koluna razı ulaş. Yani çokum hem adam bilen, jık adam bilen düşmanlaşıp üteş. Bir xil bir aramlık, vay manda iş qiysa qultu, anda iş qiysa qultu, haq olturu aldı, qımmidi, etmidi. Men nimiş qılıvatımen. Digen onuğa, çokum başqılağılam. Yoki tashkilotga yoki olimga yo ziyoliga yoki buningga bu turamdimi shunda deb balq jamiyatdan cho'tisa hozir bir gap chiqdi qaqshash umsizlik boshqa bir millatni tillasa uyg'urni tillaydigan odam topolmabdi ekan shu ma'ni tillabdi deydi. Bu nima degan gap desa xalq ichida bor bu gap. Hammadan mana shunday bisbisini tillaydigan bo'lib ketgan ekan. Jiq odamlar. Bunda qarasa ko'p xalq balq ma adam yoki ma shaxs buldigan, yaraydigan adam deydigan adam yo'qdak. Emniyetinde emas. Emniyetde nurg'un yaxshi insonlar bor. Yaxshi insonlar bor jamiyatda. Lekin aloqalash vositalari qarsa, Facebook olsun ya WhatsApp, har xil guruhlar qarsa shu desa, hamma adam birsi-birsidan uchun norozi hamda. Birsi-birsidan xafa. Bu mushunda xafa, xuddi hayotni o adam yalğız bu kainatның işini o'zgartiradigan tasavvur qilishning o'zi, masalan. Bu nadonlik hamda. Bu nadonlik inson bu hayotda ya anda yamanda bo'lib yashaydi. Ya xursandlikda yashaydi, ya g'am qayg'uda yashaydi. Bunda bo'lgandan keyin o'zining vaziyatidan, o'zining bugungi hayotidan norozi bo'lib, bearam bo'lib, psixik tarafdan kasal bo'lib mandaq qilishning o'zi shu desa, bu nihoyatda insonga nisbatan bir ayb ishni mandaq aytganda.
Şuna hikmetlik bir sözde deydiken insanınki en insana nispeten qiyin iş nima dese özünün eybini, özünün kemçilligini biliş. İnsanga en qiyin iş özünün kemçilligini biliş. En asan iş başkalarına nasihat qilish. En asan iş şu başkalarına nasihat qilish. Hemmeden qiladi. Hemmeden hazır xuddi top meydanında top küravetip mesela a topni anda tepsulti, manda tepsulti deb o'ynayotganligi aql ko'rsatib haqamda. Televizorda ko'rib aql ko'rsatib, ay deb sima top kirdi deb. Xuddi shuningdek uyda o'tirib yoki hech ish qilmay ish qilayotgan odamni anamanda qisulti, manamanda qisulti deb norozilik bilan yashashning o'zi bu ash odamning iddiasi cho desa naqadar kamtuklikninki aşında kem akıllık gören ya kem tüklük gören ya ki yiraklık görenmezlikten ibaret bu şundak bir yaman illet ki giriptar boğallığını bu insan çoğu aşının kuvası buldum. Aşında kattık bir aramlıktın. Hayatı ailde olsun, sırtta olsun, ağinisi ölen olsun, şirgi ölen olsun, cemiyette olsun. Aşında bir aramlık veren, kapılık veren össe bir adam çoğu dese ben üzem davalısam buldukken deyip bunu biliveriş lazım. İkinci andın bir işinle paydalık dep qarab veriş. Bunda işlemi çıkandı bizden hayatımızda. Mesela siyaset bilen şugullandıqalla işide mesela ma işlem paydalık malum bir kategoriya bilan xizmat malum bir kategoriya xizmat qilish. Mush işlem paydalık yoki mush işlem bizning vatanning mustaqilligiga erib bardi deb tushunib olish. Bir qism namoyish qilganlar bütün Xitayning vatanni qo'g'lab chiqaradigan ish mushu namoyish bilan bo'ladi deb qarash. Yoki o namoyishni yaratmaganlar ya bu namoyishning foydasi yo'q deb ma siyosat bilan ya palani hukumat bilan kulishish bilan bo'ladi bu ish degan. Ondan bir qismlar mushu bolalarimizni zada shu maktabda o'qitib, shu ziyoli qilib har qaysi sohada yaramli adam qilmasak, injener qilmasak bizga Uyg'urga foydasiz adam bo'lib qoldi. Ya'ni ishning hammasi mushahadiyati deb qarab qelish. Bir qismlar yoq dinda madrasada o'qitsak bo'ladi, mush orqali vatanimiz kafir bo'lib ketyapti hozir kelgusida mush dinda o'qiganlar vatandagi musulmonlarni qutqizdiganlar mushiti deb o'ylab olish. Ya'ni har bir shaxs, har bir tashkilot o'zi tanlab olgan yo'lni birdan bir qutulish yo'li yoki mush Uyg'ur xalqini saqlab qolishning yo'li mushiti deb qarab qolish. Bu asli har qanday davlat biz dunyoga qarasak bu shaklda bo'lmaydi. Ya'ni har qanday bir davlat, bir xalq, bir jamiyatningki yuksalishi, taraqqiy qilishi, bir xalqningki gullanishi uchun bu xalq ishida cho'qim ayna ziyolisi bo'lishi lozim. Ya'ni bugungi mush dunyoda taraqqiy qilish uchun kerak bo'lgan ilmni o'qigan insonlar bo'lishi lozim. Şundaqlı bu xalqning dini axloqini qo'g'dab qilish uchun din tarafdan o'qiganlar bo'lishi lozim. Bu xalq ichida tijorat qila oladiganlar, hunar qildiganlar, siyosat qildiganlar va shundaqli namoyish qildiganlar, vaqti kelsa qurolliq ish qildiganlar hammasi bo'lishi lozim. Bu bo'lmay turib, shu narsaning hammasi bir millat gullanmaydi, asoratda o'sishi qutilmaydi. Bularning hammasi cho'qim mening qilayotgan ishim yoki mening tanlabmagan yo'lam birdan bir to'g'ri yo'l deb qarab qolgan taqdirdimi chuqum o'ziningki bir saptiki ya'ni zolim qarshi turishda Uyg'ur xalqini qo'g'dab berishda boshqa uslubni yoki boshqa yo'lni tanlab manganlarni ularni yaratmaslik, ularning ishini ko'zga ilmaslik bilan emas, uni hurmat qilgan asoschi uchun maqsa bo'ladi. Yani urushmaydi bizga maydonni sen mani bakalisan o'rti demagan asos shu desa, hamma odam o'zi qila oladigan, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi tanlagan ishni qilib menish lozim. Qanday bir odamda shundaq ma ishlam foydaliqdi, buning boshqasining foydasi yo'qdi deb qarab qolsa bir odam, menda shu yiroqni ko'rmaslik illati menda bor ekan deb buni tunib olish lozim. Xo'sh. Ondan en muhim yani bir nokta şu meselede yani bir insan özünü qandaq biladi, özünde muş illet barmı yo'qmi desa, bir ishning mevasini elishqa aldirab ketish. Yani natijaga erishsam bo'ldi. Xotmalda 6 oyda balam bo'lsa bo'ldi desa bir adam mesela. Ya bir yilda meni xotnim nima tug'maydi degan ya ko'rib qolsa, bu ilmiy tarafdan to'g'ri emas asli. Odatda
kapıldıken doktorluğuma. Bedem xotun bazı defa xotunni mavad elib ondan keyin ya Afrika ya bizim vatanda mesela işkirge ticaret kitap 6 ay 7 ay kelib yana 10 kun 15 kun turib uni ya Qirg'izistonga chiqib ketib shuna bilan 2 yil o'tib ketib xotun tug'mid deb kapıldığı ish bor. Doktorluq basçı desa doktor nima deydi ekan desa har qanday bir o'yinib 2 yil muhim xotini bilan oilasi bilan birga turib 2 yil 2,5 yil ondan keyin bala bo'lmay qolib qolsa ondan tekshirib beqish ya'ni men bala ko'ralamdimi yo'q bu deb tekshirish lozim. O 6-7 ay uyamayan jurib ondan keyin xotin tug'madi desa bo'lmaydi deb doktorlikdan xafa olgandim. Ya'ni shuningdek ticaret qildi bir adam do'kon ochdi, uni qildi, ya siyosiy faoliyat qildi. Bu ishni qiliblam darhol buni natijasi bir yil ticaret qiliblam 10 ming dollar mablag' solgan bo'lsa, bu pul 15 ming dollar bo'lsa bo'ladi desa, ya masalan do'kon ochib, do'konim menda eqib ketsa bo'ladi deb natijaga aldirab ketsa shu desa, chuqum bu odam natijaga erishmaydi, mahrum qoladi. Shunga arab tilininki bir so'zi bor, qanday bir odam mesela bir meyve pişishdan ilgari uni o'zsam bo'ladi desa, o meyvening lazzatidan mahrum qoladi deb. Ya'ni uning lazzati bilan yeyish uchun chuqum qachon yeyish lozim desa, pishgan vaqtda yeyish lozim. Mushu natijaga aldirab ketish, bu nima kelib bordi desa, natijaga aldirgan odam, voy bu 20 yilni yoq siyosat qilib o'tibdi masalan. Ya manchilni yoqi manda palani yer manda partiya vakan ya manda kuch vakan mana vatanimizda hech qanday o'zgarish bo'lmadi-ku. Deb bir bo'lsa bu ishning hammasidan umidsizlanib o'ltirash qilib bordi. Hech kishini yaratmaslik qilib bordi. Nurg'un xafalık qilib bordi. Shuning uchun bu aldirang'uliq intayin yaman illatlarning biri shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-ajalatu minash-shayton va at-ta'anni minar-rahman. Yani aldirang'uliq bu şeytandan temkin buluş bu Rahman Allah Subhanahu ve Taala'dan deb ko'rsatgan. Xo'sh, ustoz, may sizniki yuqorida degan gaplarga qo'shib qo'ygan men hamda. Mesela adraqsalliq tilda hamda. Meningki kalam kelgani, masalan, buningki aksi yana bir kishininki yukselishga intilmasligi. Mesela bir navoiy var, bir bakkal var, yoki bir xarat var. Bu adam mesela şu ishni qilayotgan bo'lsa, so'nidan boshqasidan ko'rmay, to'lashmi bir kasal deb qarayman. Mesela qanday qilsam buni taraqqiy qildira olayman. Mesela bir bakkalon bo'lsa, yo'g'on supermarketda qanday ochayman bunda balqa. Yuqoriga intilmaslikmi bir tabii bu inson tuzishlik bir masala. Yana bir ham dalaqa menfaatidan nimani ziyanni bizdan araştırış etish bunun bir astoydil tadqiq qilmaslik timni kelib chiqib qarayman masalan bir qog'ozda. Tabii halda yani bunun hammasi jug'lisak nima desa inson tabiiy holda o'zininki har tarafni ilmiy iqtidorini oshirib, seviyesini aşırıp, başkalarının ügündiğin iş olsa ügünüp, ticaret olsa ticaret sahasında, qaysi sahadaki adam olsa, öz sahasında özünün seviyesini aşırış arkalık özünün kılavatkan işini takım yükseltişke ve terakki kıldırışka tirişçallık kılış lazım. Umumi sapanın kötüleşiş meselesi. Hoş, navalamamda, muşu illetninki, shaxsning o'ziga yoki bizningki millatga, tashkilot jamoatga olib keladigan ziyonlari qaysi? Masalan, bir insonda shunday bir illat bo'lsa, buni ziyonlari qaysi? Bu vaqt qisqacha ma'lumot masalan. Tamam, bu yuqoridagi illat eng birinchi bunun salbiy ziyni bir shaxsga nima desa, nurg'un kuch, nurg'un tirishchanlik bekor bo'lib ketirib jarayonda shunday kasal bo'lib qolsa. Mesela bu şirket yüz biriş mümkün, aile yüz biriş mümkün, teşkilat yüz biriş mümkün. Yani şirikleşkenlerin bir sürü müydü iş olup kalsa bir hata işini kılıp aldırıp gidip, şunu olan çoğu dese, bütünley ziyan tatırgan. Bu mesela altın bazarı köreldi ticaretçiliği nispeten, adette nakh elip setep, özünün yendir bağ pulgu layık kıygan bolsa, şu şeriatının körsatımız boyunca, tabi mümkün, günde $100 pul tepiş mümkün de.
Bir adamın bir 500 ming dollar pulu olsa mesela şu pulga qanchalik oltin kas şunu aldı, ondan keyin satdı. Mümkün 100 dollar pul tepishi mümkündü. Jiq topolmasligi mümkündü. Ziyan tasımı 100 dollar ziyan tartishi mümkündü. Lekin bu adamın şu pulu chuqum ko'payib, yani o'zining hayotini xotirjam yoshitib, xotirjam o'tkazalyapti. Lekin oqibatini o'ylamaychi desa, 500 ming dollar puli bor adam 5 milyonlik tijoratni qilib, 5 milyonlik ishni qilib, amaliyotda u oltin yo'q. Shu nimadagi kompyuterdagi, sistemdagi savdo bilan shuni bilan ondan cho'ng tijoratda ziyon chiqiblam, shuni bilan naq ba pul faqatlam u puldan ayrilib, undan keyin hatto nurg'un qazulab o'ltagan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Hammamiz nereden kelib chiqdi desa, 100 dollar topganning o'rniga men 1000 dollar topsam bo'ladi har kuniga degan mush xiyol bilan cho desa, shundaq o'zi ishning oqibatini o'ylamay, nurg'un naqd pulni mablag' silib, foydasini kompyuterda elib, ziyon tortgan vaqtda andin bütün puldan ayrılgan ahval şekillendi. Yani nurg'un tirishchanlik beka oldu. Bu oilda necha yil qo'ygan oilani baka qilib yutdi. Shunda ittifoqlashib ketayotgan tashkilot ma'lum bir shaxsninki ya ikki shaxsninki shunda qalayimqan ishning sababidan vayron bo'lib ketishi mumkin, sherikchilik vayron bo'lishi mumkin. Shuna birinchi bo'lib ziyon nima desa, nurg'un qilingan tirishchanliklar, nurg'un kuch. İkincisi yaman ziyonlarning biri nima desa, ümidsizlik hamdir. Yani bu muşnaq kesel giriptar olab bunun shaxsik bo'lgan ikkinchi zin nima desa, bunda adam çünkü yuqori dedik-ku, jamiyatning rozi emas, uningning rozi emas, uningning rozi emas, yani nurg'un illatli bor, nurg'un xafalik bor. Bunda bo'lgandan keyin bunda adam ümidsizlik keseli giriptar bo'ladi. Bu mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lgandan keyin o'ylamay bir ish qilib mag'lub bo'ldi, mag'lub bo'lgandan keyin voy bu dunyo bu shunday dunyo ekan-ku. Deb yeni bir iş qilishga intilish tahi yo'q. Tijoratga mo mayli hatta bu insonlar ayollardan va erlardan va masalan turmush qurib mag'lub bo'lsa, bu mag'lubiyatning natijasi nima bo'ldi desa, qaytib turmush quring desa, yo'q deb turib olgan ekan. Akshayda bo'lgan bo'lsa da'vatgan ba'zi ayollar, ba'zi erlar qo'pab xotin kishtiga ayda bo'lgan bo'lsa, bo'ldi men to'y qilmay o'tib ketaman da'vatgan. Bu insonninki o'zining hayoti, qilmoqchi bo'lgan ishlardan ümidsizlanishga shuni bilan ondan öyde şu emmeden narazı olup o'ltirishga çok elib bordi. Üçüncü andın en muhim xatarlik bir oqibat nima desa, tabiiy holda bundaq aldiraqsallik bilan, beparvolik bilan ish qildigan insonlar o'zining yoniga, cho'risiga adam jo'g'layolmaydi. Ya'ni qo'llig'ichilarni, bu sapda birga mangdiganlarni jo'g'layolmaydi. Yolg'iz qoldi. Yolg'iz qoldi. Bu hayatta bütün her yoğun adamla oluşu mümkün. Mesela ilmi taraftan, nurgun ya iqtisadi taraftan şunda çoğun adamla buluşu mümkün. Lekin o'zining mijozninki shunday nacharligidan, ma'lum bunda yaman illatga giribtar bo'lib qolganlikdan, qirg'a vaqtda endi adam yo'q anda. Amra bo'lgan, hatto xotni yo'q, ba'zi ayol bo'lib qolgan bo'lsa, er yo'q masalan. Mushundaq o'tib ketirgan yaman bir oqibatga bu adam qilib qoldi. Shuning uchun har qanday odam chuqum o'zini qo'llaydigan, mayli oilada, mayli jamiyatda bunda adam bo'lsa o'ldi desa, chuqum bu odam temkinlik bilan ish qildigan, ozg'in ishin deb o'zining do'stlari bilan dushmanlashirgan ishlardan yiroq, ziddiyatlarni chiroyli uslubda hal qilishni biladigan, mushunda axloq, mijoz bo'lsa bir odam oilada xotirjam yashay oladi, jamiyatda o'zining do'stlari, oilalari bilan xotirjam yashay oladi. Unda bo'lmagan taqdirda shu desa, ishlari ashuna har doim igizbas, qalaymiqon, vayronchilik bilan endi do'stmi yo'q vaqti kelganda bunda odamning shuning bilan o'zini o'zi qamchilab, g'amkinlik bilan yashaydi. To'rtinchi eng muhim kasallarning biri desa, yuqorida deb o'tdik. Alloh subhanahu va taolaning qo'llashidan mahrum qiladi. Yani hikmetden mahrum qilib ish qilgandan keyin oxirida shu desa, Alloh subhanahu va taolaning yordam berishi, Allohninki bu insonning sifida bo'lishidan
mahrum qaradım. Nimishqa desa, chunki bu insonda yuqoridagidek takabburlik va har xil yomon illatlar bor. Har xil yomon illatlar bo'lgandan keyin nurg'un ishni buzib qo'ydi. Shu kasalma bir qancha illatning jug'lanmasdan kelib chiqqan. Ashuna bo'lgandan keyin Afg'onistondan bu adam hech kishimdan rozi emas, hammadan norozi bo'lgandan keyin haqni tillaydi. Men bilan nima ish qilmaydi, mening masalan men bir ish qilsam nima ish qo'llamaydi deb xalqni, jamoatchilikni tillaydi. Bu tillashning o'zi ig'ir gunoh endi. Xalqni tillashning o'zi ig'ir gunoh. Bu gunohning sababidan ondan aqaqalik gunohni yuziga ativergandan keyin Alloh subhanahu va taolaning qo'llashidan mahrum qoldigan ish kelib chiqdi. Xo'sh tavallam. En ahirda bu yomon illatni davolash uchun nimalarni qilish kerak? Bu davolash yo'llari qaysi? Bir insonda shu illat topilgandan keyin qaysi qadamlarni bosish kerak davolash uchun? Tabiiy holda eng birinchi bo'lib bu her bir inson o'zining bolalarini kichikdan tortib desa, ma'lum ishlarni shu bolalar qildirish orqali bularni shundaq bir ishni joyida qila oladigan temkinlik bilan ish qilishni kichikdan bolalarga o'rgatish lozim. Shundaq odamlarning sonining ko'paymasligi bundan keyin sifatdagi safoliq insonlarni yetilish uchun ota-onalar chuqur bolalar tarbiyasiga ahamiyat berish. Kichikdan tortib alohida balani yaxshi tarbiyalashga ko'ngil berish lozim. Masalan, odatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamninki axloqi bor edi. Hammamiz bilgan axloq, go'zal axloqlar bor. Shundoq go'zal axloqli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kichik vaqtida qo'yib atqanmiz. Sen mi qo'yib atqanmiding deb so'ragan vaqtda Payg'ambarimiz payg'ambarlarning hammasi qo'yib atqan deb bayon qilgan. Olimlar bundan hikmat bayon qilib, nima uchun payg'ambarlarning hammasi qo'yib atqan desa, bu qo'y boqishning o'zi qo'yning qanday hayvon ekanligi hammaga ma'lum endi. İnsonga uni tabiiy holda uyda boqmaydi endi. Jangalga chiqib boqadi. Bu yerda yolg'iz qilish va, mumkin ussiz qilish va, qo'y bijaq qochib ketib, uning keyindan qo'g'lash bo'lishi mumkin. Xalqning etizligiga kirib ketsa, xafalık va, nurg'un ish var. Yani bu insan şu qo'y boqish jarayonida odatda qaçqan qo'y bilan qanday muomala qilish, masalan, xalqning etizligiga kirib ketsa qanday qilish, nurg'un tarafdan tajriba savoq o'rganadi. Hem Allah subhanahu va taolaninki qudratini alohida tafakkur qiladi bu sahrat turib. Nurg'un xafalıklarga uchrash mumkin, tikan kirkitish mumkin kichik vaqtda masalan qo'y vaqtiga yerda tikanlik bo'lgandan keyin to'plarni qilishi mumkin. Ya'ni inson xil ig'ir ishlarni ko'tara oladigan pishib yetilishninki bir yo'li. Shuna payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo mushundaq kichik vaqtidan tortib shundaq tarbiyalagan. Har xil qattiq issiq sovuqqa ko'ndirgan deb qaraydi. Shuna hamda bizmi tabiiy holda imkoniyatimiz bo'lsa, bolalarimizni ko'rsa, bolalarni kichik vaqtda issiq sovuqqa chiday oladigan ma'lum ishlarni o'zdan qilib kelib, bozordan savdolik qilib kelib, uni kirib, buni kirib deb bola chiqib o'zi akilalaydigan, masalan, biznasini savdolasha oladigan. Mushundaq ko'ndirsa, bu balcho desa kichigidan o'zida ma'lum bir temkinlikni yetildira oladi. Bu birinchi muhim nuqtamda. Ikkinchisi, inson yuqoridan deb o'tdik, o'zining do'stlariga obdan diqqat qilish lozim. Har bir odam cho'qim o'zining do'stlarida shunday yomon illat bo'lsa, tuzatishga urinish lozim. Agar tuzatmagan taqdirda boshqa odamlarni do'stlash lozim. Yani temkinlik bilan ish qiladigan odamlar bilan do'stlashish lozim. Yani her daim o'zini ma'lum bir necha odam arlig'idan, bir necha odam bilan do'stlashib, shuni bilan aralashib, anda yomon illatli odamni ko'p bo'lib qolsa, u sorunda odamning o'ziga yuqib qoladi. Shuna bundaq kasal giribtor bo'lgan odam bo'lsa, temkin kishilar bilan bir ishning oqibatini o'ylab ish qila oladiganlar bilan do'stlashishga alohida ko'ngil bo'lish lozim. Shunday qilmagan vaqtda bu yomon illatni tuzatmaydi. Masalan, bir yerdan tamoq chekish kunib qolgan bo'lsa, cho'qim tamoq chekadigan do'stlardan yiroq turish lozim. Tashlashni iroda qilgan vaqtda.
tashlashni iroda qilib, yana u do'st bilan birlashsa, cho'qim tashlaolmaydi. Boshqa har xil ziyonliq ishlar bo'lsin, cho'qim u muhitdan bu odam cho desa, shu qalaymuqamchilik yo'q bir muhitga yetkilish lozim. Payg'ambarimizning bir hadisim bor. Bir odam 100 odamni o'ldirib o'tgan odam. 100 odamni o'ldirib o'tgan odamga nisbatan ilmlik odam nima deb maslahat bergan desa, sen bu jutni tashlab, o'zingda yashaydigan jutni boshqa jutga borgan, shu yerda yaxshi odamni va degan. Buningdan bu o'sha aralashgan insonlarningki biz-bizga bo'lgan ta'sirining naqadar yomon bo'lganligi o'sha hadisdan chiqib turdi. Shuning uchun bu odamlar cho'diz mushkisal guruhlar bo'lgan odam cho'qim o'zining do'stlariga bir qarab chiqish, ularni faqat tashlayanmagan taqdirda cho'qim ilmlik, tajribalik bir ishni joyida qila oladigan odamlar bilan do'stlashish uchun alohida tirishchanlik qilish lozim. Yani bir muhim nokta, yani düşmanını bilish, yuqorida deb o'tdik. Düşmanını bilish, düşman bizga qarshi turishda qandaq uslublar bilan qarshi turdi, buni obdan bilish. Mushunda qilgan vaqt shu desa, andin bu insonningki düşman bilan muomala qilishda aqli doirasi chuqur kengaydi. Qandaq qilgan vaqt bu düşmanning ustidan g'alaba qildigan holatni shakllantira oladi, buni bila oladi. To'rtinchi andin muhim bir nokta nima desa, chuqur Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotini yaxshi o'qish. Payg'ambarimiz mayli o'zining oilasi bilan bo'lsin, musulmonlar bilan bo'lsin, shu chog'dagi mushriklar bilan bo'lsin, ahli kitob bilan bo'lsin, qanday muomala qildi. Düşmanlar bilan qanday muomala bo'lgan? Masalan, Sulhul Hudaybiya deymiz. Masalan, Uhud urushlari, mush urushlarda yoki düşman bilan suhbat o'tkazgan vaqtda qanday pozitsiyada bo'lgan? Muşulni bölüşünün üzümü bir insana nisbeten çoğum temkinlikni, her qaysi sorun, her qaysi maydanda qandaq muamele qilishni ügütüdü. Ve biz Şarkı Türkistanlık bulu sıktığımız bilen xususan bizimizin tarixini muşu 30. yıl, 40. yıllardaki bizninki Cumhuriyet qo'ygan kunlarda bo'lsin, yoki uning oldi keyindiki tarixlarimizni obdan bilishimiz, shu chaqda bizning qandaq kamchiliklar o'tdi. Düşmanlar bizni qandaq qiltaqlarga dassetdi. Muşularni obdan bilishning o'zi cho'qim buningdan keyingi kurashlarimizda nurg'un tajribalarga ega qiladi. Düşman bilan muomala qilishda bo'lsin, o'zaro do'st bilan muomala qilishda bo'lsin, nurg'un ilmlarni, tajribalarni o'rganimiz, avlarni o'qish orqali shularning hayotini bu kelgusimizdagi xizmatimizning natijalik bo'lishi uchun muhim nuqtalarning biri. Allah razı olsun. Yuqorida sizlab o'tdi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı qarasak, nurg'un urush janglardagi oldini qilgan plan, istishora nasildimi shu buning muhimligini bilib yetamiz. Endi o'zimizni bu illatdan qutulish uchun birinchisi masalan meniki qo'shib qo'ymoqchi bo'lganim. Yaşımız çoğu olsun, küçük olsun imkoniyatlar buldikken ilim talab qilishga, yani intilish. Shuningga birga sizlab o'tgandek Alloh taolaning kitobini, Qur'oni Karimni tafakkur qilish, tadabbur qilish, ko'plab yani masalan Uyg'urcha va tafsirlar babini o'qish. Shuningga birga har sohadagi ilm egalari bilan qarindoshlar bilan silmidab o'tla. Masalan biz bir diniy sohadagi odam bo'lsak, boshqa sohadagi odamlar bilan do'stlash, suhbatlashish, onunla mesela sözlügenlik sayılır olsun anlaş yani buna ehemmiyet veriş. Yani birge biz bir kadar iş kılmakçı boğa vaxtısda arka bir müddet işninki mesela estağidil halada mesela aldı kendini oylap bakıp bizim bir kardeşimiz var Nurahmet Kurban, Doktor Nurahmet Kurban. Onun deydiği bir köpek bir iş kıldı ise adaşma öyden çıkmak asan öyge qaytip kilometre karşı çıkıdı. Şu öyden çıksa kanda qaytip kimiz onu oylap iş kılış gerek deydiğin. Yani bir hikmetlik yapam. Şu her kanda iş kılmakçı olsak biz şu işini etraflık oylap ticaret olsun, başka bir sefer olsun, okuşlar olsun hatta mesela. Şu sahaya alakadar mütehassislerle fikirleşip ondan ahırdaki son kararını alsak bir azmay doğru yoluna tapkan buluruz. İnşallah. İnşallah.
Allah razı olsun. Hürmetli kardeşler, bunun bilen bugünkü Tüzütüşkü Tigişlik İllet Dağlamlık programımız ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüşümüzü bilen hemmularına Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş aman bilin Allah ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.